Kino olamining eng mashhur aktyorlaridan biri boyligiga qaramay juda ham kamtarona hayot kechirishini bilasizmi? Kalmar o'yini filmi aktyorining millionlab dollarlik shaxsiy samolyoti, saroyi yoki qimmatbaho mashinalar kolleksiyasi yo'q. U oddiy avtomobil haydashni, oddiy kvartirada yashashni va kamtarona kiyinib yurishni yoqtiradi. U daromadining asosiy qismini xayriya ishlarga ajratadi. U Koreyadagi yong'indan zarar ko'rgan o'rmonlarni tiklash uchun 100 million dollar xayriya qilgan. Yana 100 million dollar kam ta'minlangan oilalarga yordam sifatida bergan. Eng hayratlanarlisi, u yosh aktyorlarga qo'llab-quvvatlash maqsadida 200 million dollar xayriya qilgan. Uning bu muvaffaqiyatga erishish yo'li oson bo'lmagan. Oilasi moliyaviy inqirozga uchragandan so'ng kambag'allikda katta bo'lgan. Yirtiq oyoq kiyimlarda yurgan. Sinfdoshlariga sovg'a bera olmagani uchun uni ustidan kulib haqorat qilishgan. U oilasini boqish uchun universitetni tashlab turli xil og'ir ishlar qilgan. Ammo shuncha qiyinchiliklarga qaramay, u hech qachon taslim bo'lmagan. Bugungi kunda u nafaqat mashhur aktyor, balki millionlab insonlarni ilhomlantirishi mumkin. Lee Jong-jae o'z kelib chiqishini unutmagan va boyligini dunyoga yaxshilik uchun sarflayotgan insondir. Siz buni bilarmidingiz?